Bizdan boshqa bir muzika yo'q, sizga yo'q. Harom. Ikkalamizdan boshqa bir muzika yo'q. Ya haloli bo'lsin. Ana Dinani haloli bo'lsin. Mana shu ko'pchilikni ko'rdim, eshitdim. Premoylarda o'zimizda bir ikkita akalar ham unday Dina haqida neto emas. Meningda boshqacha bo'lib, meni yutgan payti menga qattiq shart bersa, o'zi Sardor ko'tardi-ku, unday deysizlar-ku, yo'q, bu o'zi ko'taradi o'zi. Bu oldindan TikTokka kirgansizlar, tanimagansizlar. Prosta men bilan o'ynagan payti portlab ketdi bu. Bazuka deb portlab ketdi bu. Porlab ketdi onasi desa, yo'qdi o'sha xalqqa buni o'yini, buni chiroyli efir olib borishi, bu kak qo'langizga meni jenskiy variantim isqirdi. Men nima gapirsam, ertasi kuni buni yerda eshitasizlar. Bu mana shunday. Meni o'rgana hamma gap. Qo'li uchur gaplash. Ya xo'lang, nomiga sikaman hozir qo'yib tiklab. Qara, bir-birimizni bugunchalik sikmay turamiz. Ertaga sikamiz. 2-2 boshqalar bilan o'ynasak bo'ladimi? Shartda o'ynayotganlar bormi? Ha? Akalar o'yin ko'rmoqchi, 2 soatdan beri tortishib o'tiribman. Onangizga hech bunday bo'lmaganman-a. Tortishib o'tiribman onangizga sizlar bilan bor-ku. O'yin qilaylik. Jalab yutsa yutqizsaga o'yin bo'lsin. Kim ekan mana qo'tolmosh? Nosim qayerda? Onasiga bir nos uraylik. Kalla aynib ketdi. O'zi xolasini gaplashib, telefonlashgan, telefon nomerini olib qo'yib, mana tolkalarni xolasini sizga olib chiqishing kerak-da. Yaxshi o'ynayapti, ko'ryapsan. Bularda yaxshi o'ynayotgan kam hozir. Hamma shustri bo'lib ketgan onasi sizga. Vala bo'lib ketgan hammasi. Yusufga kuchimiz yetmaydi bugun, ota yo'q. Yusufga kuchimiz yetmaydi. Kuchimiz ham yetib qolar. O'ynab ham ko'ramiz. Prosta Yusuf men hozir druziyamda yo'q. U qaysi akkauntda yuribdi? Qanday akkauntda yuribdi? Yaxshi bo'ldi, soqolimni olganlaring zo'r bo'ldi. Men o'zim xohishim yo'q edi, majburan oldim. Kurash bilan Roma bilan o'ynaymizmi? Ya ular bo'lmaydi. To'g'risi. Ularga aktiv berma, onasini olmaysan ular. Och qolsin onangiz kelar, o'tirsin 40 ta odam bilan. Ularga aktiv berma, ular qo'tag'im deysin ular. Undan ko'ra bir kambag'alni boy qilaylik. Bironta bir shartda o'ynayotgani bo'lsa, chiroyli o'yin bo'ladi. Yig'ishtirib ular, bo'lmaydi ular. Mana ikkalasi o'ynamaydi. Onasiga 2-2 mana ular bilan solaylik. Mana ular bilan 2-2 solaylik. Onasiga bu quruq o'tiribdi ikkalasi gandon, chankomi, pankomi. U ham yaxshi o'ynaydi lekin ish qilib. Yusuf shogirdchasi. Mana ular ham shartda o'ynaydi. Nozida отказ qilgan sababi shart qilayotgandi. Sardor bilan unda kelishib o'tirgandik. Tortishib o'tirgan paytimizda tashladida 3 kishi edik. Nima qilaman qo'shib? TikTokda faqat o'zimiz qolib ketdikmi? Hech kim yo'q-a? Ko'rib turdinglar. Onasiga butun gandonlar hammasi everni o'chirib mabada tomosha qilib o'tiribdimi deyman, gandon. Qo'taq boshlar. Ever ochinglar, onangni sikelar. Chiq bu yerdan. Muttaqam onangni sikelar. Ishlar chiqib. Meni ever ochsam hammasi o'chirib oladi hammangiz sikelar. Mabada o'tirakayapti tomosha qilib. Gandonlar mashhur o'tiribdi hamma qo'taq boshlar. Bak 100% bilaman. Mana ever streamerlar hammasi mashhur ikkalamiz tomosha qilib o'tiribdi hozir. Javob beraman, hammasi mashhurda o'tiribdi, bor-ku. Любой mashhurda o'tiribdi hammasi. Chiqa ochay beri hammangiz kelar. O'ynaylik. Buni Kimga bu? Kimdir qo'tog'ini rasmini gilavnisiga qo'yib menga tashlayapti ulanishga. O'ylamayman, yo'g'olay. Keldi ashunga narushение lekin. Disko. Yani отказ berib. Unga yana tashlayapti. Mana onangizga. Xafa bo'lmanglar. Turkmanistonda bizga munosib streamer yo'q. Men haligacha Serb bir balosini ham ko'rdim, nargisini ham, Luboyni ko'rdim.
ne urumin daraja streameri yo'q. Ular eshakda shart qilishi mumkin, eshakda shart qildirishi mumkin. Na qobiliyat, na texnika, na bir san'at, na aktyorstvo birontasida yo'q. Ular menga yoqmaydi. Ularda strategiya yo'q. Jabbor bilan Eshakda o'tiraverashin. Eshakda o'tiraveradi. Ular bilan o'ynaganda